Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan bola tarbiyasida o'yinchoqning ahamiyati, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinni tashkil etish texnologiyasi mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz o'yinchoq bola hayotining yo'ldoshi. Ikkinchi rejamiz o'yinchoqlar tanlashga qo'yiladigan talablar, o'yinchoqlarning turlari va ko'rinishlari va uchinchi rejamiz o'yin texnologiyasi va uning vazifalari. Hozirgi sharoitda maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatida pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar keng foydalanilmoqda. Bu texnologiyalarning mazmun mohiyatini, asosiy tamoyillarini, qonuniyatlarini, ulardan samarali foydalanish yo'llarini amaliyotchi, tarbiyachi va o'qituvchilarga yetkazib berish pedagogika fani oldida turgan dolzarb muammolardir. Ta'lim texnologiyasi tushunchasi ta'lim maqsadiga erishish quroli, ya'ni oldindan loyihalashtirilgan ta'lim jarayoni yaxlit tizim asosida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish va shu maqsadga erishishning metod, usul va vositalari tizimini ta'lim jarayonini boshqarishni ifodalaydi. Lev Semyonovich Vygotsky o'yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarini o'zlashtirish vositasi sifatida ta'riflaydi. Har qanday o'yin muayyan vazifalarni bajaradi, ya'ni maftunkorlik, kommunikativlik, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish, tashxis, o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot, ijtimoiylashuvlik vazifalarini o'z oldiga qo'yadi. Ma'lumki, o'yinlar 4 asosiy xususiyatga ega. Ya'ni birinchisi bu erkin rivojlantiruvchi faoliyat, ya'ni bola o'yinni o'zi tanlaydi va unda faol ishtirok etadi. Bunda birinchi navbatda yakuniy natija emas, balki o'yin jarayoni muhim ahamiyatga ega. Keyingi xususiyati bu ijodiy xarakter, ya'ni o'yin jarayonida bolalar uchun ijod qilishga katta imkoniyat mavjud. Keyingi xususiyati esa emotsional ta'sir. Bola o'yinda markaziy o'rin egallashni xohlaydi, g'olib bo'lishga intiladi. Bu bolaning faolligini oshirishga yordam beradi. Asosiy va qo'shimcha qoidalar o'yin mazmuni uning mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi. To'g'ri tanlangan o'yinchoqlar bolaning aqliy rivojlanishiga yordam beradi. O'yinchoq asosan bolalar o'ynashi uchun yasalgan buyum hisoblanib, o'yinchoqlarni yasashda yog'och, gil, qog'oz va plastmassa kabi turli xil materiallar qo'llaniladi. Ba'zi o'yinchoqlar asosan kolleksionerlar buyumlari o'laroq ishlab chiqarilib, namoyish etish uchun mo'ljallangan bo'ladi. O'yinchoqlar asosan kichik yoshdagilar uchun ishlab chiqariladi. Hozirga qadar ma'lum bo'lgan eng eski o'yinchoq bu qo'g'irchoq bo'lib, uning yoshi 4000 yosh ekan deb taxmin qilinadi. O'yinchoq bu dunyoni o'ynash va o'rganish uchun, obyekt bilan o'zaro ta'sir qilish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. O'yinchoqlar insoniyatga qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lib, ular arxeologlar tomonidan qadimgi sivilizatsiyalar qoldiqlarini qazish paytida topilgan. Hind sivilizatsiyasidan miloddan avvalgi 3,5 ming yillar oldin qazilgan o'yinchoqlar orasida kichik vagonlar, qush shaklidagi hushtaklar va arqondan pastga sirpanib keta oladigan o'yinchoq maymunlar topilgan. G'ildirak ustidagi ot o'yinchog'i qadimgi Yunoniston kulolchilik eramizdan avvalgi 950-900 yillarda topilgan o'yinchoqlar hisoblanadi. O'yinchoqqa qo'yiladigan talablar 3 xil turda bo'ladi. Pedagogik talab, gigiyenik talab, badiiy talab. Pedagogik talab o'yinchoq obrazi va mazmunning bola tarbiyasiga muvofiqligi, jamiyatimiz g'oyasi nuqtai nazariga mos kelishi, g'oyaviy jihatdan qimmatli bo'lishi pedagogik talabning muhim belgisi hisoblanadi. O'yinchoq bolani oliyjanob tuyg'ularini uyg'otib, bolalar bilan do'stona munosabatlarni tarbiyalash, voqelikka nisbatan oliyjanob tuyg'ular uyg'otishi, ijobiy axloqiy tajriba to'plashga yordam berishi lozim. Gigiyenik talablar o'yinchoq qanday materialdan va rangdan tayyorlanganligi, bolaning hayotiga hech qanday xavf solmasligi, yaxshi tozalanishi mumkinligi asosiy talablardan hisoblanadi. Badiiy talablar esa shakl, bo'yoq va bezaklarning har tomonlama uyg'unlashuvi, o'yinchoqlarning rangi, shakli jihatdan to'ldirilib, ta'kidlanib, o'yinchoqning badiiy ifodaliligini oshiradi. O'yinchoqlarning tuzilishi va bezalishi bolalarning turli yosh bosqichlarida idrok etish xususiyatlariga to'la mos kelmog'i lozim.
Axloqiy his-tuyg'ularni shakllantirishda qo'g'irchoq muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Milliy qo'g'irchoq bolalarni boshqa millatga mansub bo'lgan tengdoshlariga bo'lgan ijobiy munosabatni tarbiyalash manbalaridan hisoblanadi. Syujetli obrazli o'yinchoqlar syujetli rolli o'yin uchun foydalaniladi. U bolalarda ijobiy xarakter qirralarini, muloyimlik, g'amxo'rlikni rivojlantirishga yordam beradi. Texnika o'yinchoqlari bolalarda texnikaga va texnika asboblariga bo'lgan qiziqishni uyg'otib, ularni o'z o'yinlarida qo'llay olish imkonini yaratadi. Bolalarga texnikaga bevosita aloqasi bor buyumning mashina, mexanizm, transport turlari, aloqa vositalari, tashqi ko'rinishi, obrazini va unga xos harakatlarni tanishtiruvchi texnik o'yinchoqlarga yaqin turadi. Qurish yasash o'yinchoqlari bolalardagi qurish yasash qobiliyatlarini rivojlantirishga hamda ijodkorlikka intilishni uyg'otadi. Didaktik o'yinchoqlarning asosini xalq o'yinchoqlari tashkil qiladi. Ularni o'ynashda bola o'z-o'zini nazorat qiladi, xilma-xil mozaikalar, sensor qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ulardagi o'yin vazifasi naqshlar, rasmlarni tanlash va joylashtirishdan iborat. Harakatli o'yinlarga mo'ljallangan o'yinchoqlarga esa suv, qum bilan o'ynaladigan o'yinchoqlar, koptoklar, arg'amchilar, chambaraklar va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Ularning asosiy vazifasi bolalarni jismoniy jihatdan tarbiyalashdir. Musiqali va teatrlashtirilgan o'yinlar uchun bolalarning aynan musiqaviy ohang va ritmini eshita olish qobiliyatini o'stirishga yordam beradi. Katta yoshdagi bolalar ertaklarni sahnalashtiradi. Qum bilan o'ynaladigan o'yinchoqlar qum bolalarning o'ynashlari uchun eng qulay o'yin vositasi hisoblanadi. Qum maxsus yashiklarda nam holatda saqlanadi. Suv bilan o'ynaladigan o'yinchoqlar esa bu o'yinlar bilan kichik yoshdan boshlab shug'ullanish mumkin. Suvda qo'g'irchoqni cho'miltirish, o'yinchoqlar bilan o'ynash, katta yoshdagi bolalar esa suvda cho'milishlari mumkin. Bundan tashqari milliy xalq o'yinlari ham mavjud. Aynan maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda milliy xalq o'yinlarining ahamiyati katta. Bu o'yinlar ikkita guruhga bo'linadi. Milliy harakatli o'yinlar, milliy xalq o'yinlari. Xulosa qilib aytganda, o'yinchoqlarning bola hayotida tutgan o'rni beqiyos va u kichkintoyning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi bebaho vosita sifatida tan olinadi. O'yinchoqlar bola hayotida uning jismoniy, aqliy, ruhiy kamolotga yetishida muhim vositalardan biri hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ma'ruza mashg'ulotimiz yakunlandi. Biz mustaqil ta'lim uchun topshiriq sifatida o'yinchoq bola hayotining yo'ldoshi mavzusida videorolik tayyorlang va uni Hems platformasiga joylashtiring. E'tiboringiz uchun rahmat.